Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Jizzax Solsa markazining o'sha mashhur o'yini JSM kamarini pol finaliga akalar ishtirok etdi. Samarqanddan Dilmurod Polvon keldi. Dilmurod Polvon uchun chiroyli qarsaklarimiz bu aziz yurtdoshlar. Jizzax shahri, Jizzax viloyati Forish tumanidan Xudo xolasa Muhriddin Polvon bilan Shohruz Polvon kelganlar. Ikkita polvon akalarimiz uchun chiroyli qarsaklar bo'lsin. Akalar, birinchi g'olibimizga Turizm ming so'm pul mukofoti bilan ko'rganlaringizda sushilkamizni ham qo'shib beramiz. Birinchi g'olibimizga agar rekord kimdir yangilasa 100 dollar qo'shiladi. Qiymati 2,5 million pul qo'limda turibdi. Shohruz Ilhomov hofizimiz, yosh hofizimiz, hozir trendga chiqib ketganlar, bemalol telefon qilib vaucherlardan foydalansanglar bo'ladi. Mashina tortlari, nomerlarning tortlar bo'ladi. 3, 2, 1, let's go! Akalarimiz o'yin boshlandi. Bitta chiroyli qarsaklar polvonlar uchun. Samarqand! 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 Forish! 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 Akalar tempo durmadi. Akalar ishtaha o'chirish uchun o'rtaga tashib qo'yamiz pullar. Demak, Borisga shu qatnashganingizdan xursandmiz. Sizga somsamiz ham ma'qul keldimi? Samarqandlik yurtdoshlarimizga nima maslahat berasiz? Kelinglar, zo'r ekan. Jizzax Solsa markazida amalga kutib qoladi. Rahmat kattakon. Sizga somsamiz ta'mlari ma'qul keldimi aka? Amirlari, go'shtlari qanday pishgan ekan? Aka o'yin qilib, o'yinga kelib ishtirok etdilar, o'zlari sinab ko'rdi. O'rishli akalarga, opalarga, singillarga, ukalarga nima tavsiya beramiz? Rahmat. Somsa yo'qmi aka? Chotki zo'r, kelib yeyish kerak faqat. Polisi akalarga, yaqinlarga nima maslahat beramiz aka? Kelib oilaviy jo'ralar bilan kelib yeyish kerak. Qarindoshlarni tavsiya beraman-da. Rahmat aka, polisga shu. Rahmat. Aziz yurtdoshlarimiz, biz sizlarni Ashqalonda Jizzax Solsa markazida kutib qolamiz.